Savol: Bir ayol so'ramoqda: Men Allohga va uning kitobiga to'liq iymon keltiraman. Rabbimga hamdlar bo'lsinki, u zotga bo'lgan iymonim kundan kunga ortib bormoqda. Savolim shuki, Qur'oni Karimda erkaklarga jannatning in'omi va go'zal, pokiza hurlar takror va takror tilga olinadi. Ko'pchilik islom dinini erkaklar ustunligi dini deb ataydi. Nima sababdan ayollar uchun jannat in'omi zikr etilmagan? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Oxiratdagi mukofotlar, shu jumladan ayollar uchun jannat ne'matlari haqida ko'plab oyatlar va hadislar mavjud bo'lib, ular Allohning izni bilan har qanday ayolning ko'nglidagi vasvasalarni butkul yo'q qiladi. Bu haqda quyida batafsil so'z yuritamiz. Savol beruvchi aziz singlim, modomiki siz Allohga va uning kitobiga iymon keltirar ekansiz, shuni bilishingiz lozimki, Alloh o'zining kitobida shunday degan: "Va la yuzlimu robbuka ahada." Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Kahf surasi 49-oyat. Innalloha la yuzlimu mithqala zarra va in taku hasanatan yudha'ifha va yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shubhasiz Alloh taolo hech kimga zarracha ham zulm qilmas. Agar zarracha yaxshilik bo'lsa, uni egasiga bir necha barobar ko'paytirur va o'z huzuridan ulug' ajr va savoblar ato etur. Niso surasi 40-oyat. Shariat erkaklar uchun ham, ayollar uchun ham barobar joriy qilingan. Qur'onda erkaklarga qaratilgan har bir xitob ayollarga ham qaratilgan, shuningdek erkaklarga qaratilgan har bir hukm ayollarga ham taalluqlidir. Faqat erkak yoki ayolga xosligi dalil bo'lgan masalalar bundan mustasno. Masalan, jihod, hayz, mahramlik, valilik va boshqa shunga o'xshash hukmlar. Shariatdagi xitob erkak jinsda, ya'ni arab tilidagi muzakkar formada kelgan bo'lsa-da, ayollar bu xitobga kiritilganining dalili Oysha radhiyallohu anhodan rivoyat qilingan hadisdir. Oysha onamiz radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan namlikni ko'rgan, lekin ehtilomni eslay olmagan erkak haqida so'rashdi. U zot yag'tasil, g'usl qiladi dedilar. Ehtilom bo'ldim deb o'ylagan, lekin namlikni ko'rmagan erkak haqida esa la g'usla alayh, unga g'usl vojib emas dedilar. Ummu Sulaym: ayol kishida ham shunday holat bo'ladi. Unga ham g'usl vojibmi degan edi. U zot: "Na'am, innaman nisa'u shaqa'iqur rijal." Ha, ayollar erkaklarning tug'ishganlaridir, ya'ni ayollar ham erkaklar kabidir dedilar. Bu hadis Abu Dovud sunanining 236, Tirmiziy sunanining 113-tartib raqam ostida kelgan. Hadis hukmi sahih. Manba: Jami'us Sahih 2333. Oxiratdagi mukofot va ayollar uchun jannatda nimalar borligi haqida esa quyidagi oyat va hadislarni taqdim etamiz. Ummu Salamadan rivoyat qilinadi. Yo Rasululloh, Alloh hijrat haqida ayollarni zikr qilganini eshitmayapman dedi. Shunda Alloh taolo quyidagi oyatni nozil qildi. Fastajaba lahum robbuhum anni la udhi'u amala 'amilin minkum min zakarin aw unsa. Bas, Parvardigorlari ularning duolarini mustajob aylab dedi. Albatta men sizlardan biron amal qilguvchi erkak yo ayolning amalini zoya qilmagayman. Ba'dukum min ba'd. Zero birovingizdandirsiz. Ya'ni erkak ayoldan, ayol erkakdan dunyoga kelgan. فالذي هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Bas, vatanlaridan hijrat qilgan, diyorlaridan quvilgan, mening yo'limda aziyatlar chekkan va mening yo'limda jang qilib qatl etilgan zotlarning qilgan gunohlarini o'chirgayman va ularni taglaridan daryolar oqib turadigan bog'larga kiriturman. Bu Alloh huzuridan bo'lgan savob mukofot bo'ladi. Zero eng go'zal savob mukofot Allohning huzuridadir. Oli Imron surasi 195-oyat. Sunan Tirmiziy 3023-hadis. Hadis hukmi hasan. Ibn Kasir rahimahulloh aytadi: Alloh taoloning mustajob ayladi degani, ya'ni Parvardigori ularning iltijolariga javob berdi deganidir.
Alloh taoloning albatta men sizlardan biron amal qilguvchi erkak yo ayolning amalini zoya qilmagayman degan so'zi bu javobning tafsiri bo'lib, har bir amal qiluvchining amalini erkak yoki ayol bo'lishidan qat'i nazar hech bir amal qiluvchining amalini zoya qilmasligini aytadi. Allohning birovingizdandirsiz degan so'zi esa barchangiz mukofotda tengdirsiz deganidir. Alloh taolo aytadi: "Va man ya'mal minas-solihati min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira." Erkakmi, ayolmi, kim mu'min bo'lgan holda yaxshiliklar qilsa, ana o'shalar jannatga kirurlar va ularga qilcha ham zulm qilinmas. Niso surasi 124-oyat. Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning tafsirida aytadi: Bu Allohning ehsoni, karami va rahmati bo'lib, o'z bandalari, erkak va ayollardan iborat bo'lgan solih amal qiluvchilarning amallarini iymon sharti bilan qabul qilishidir. Alloh ularni jannatga kiritadi va ularning yaxshi amallari uchun beradigan mukofotni hatto naqir miqdoricha ham zulm qilib kamaytirmaydi. Naqir xurmo urug'ining orqa tomonidagi kichik o'ymachadir. Alloh azza va jalla aytadi: "Man amila solihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Erkakmi yo ayolmi, kimda kim mu'min bo'lgan holida biron yaxshi amal qilsa, bas biz unga pokiza hayot ato eturmiz va ularni o'zlari qilib o'tgan amallaridan chiroyliroq ajr-savoblar bilan mukofotlaymiz. Nahl surasi 97-oyat. Ibn Kasir rahimahulloh bu oyatning tafsirida bu solih amal qilgan kishiga Allohning va'dasidir. Solih amal esa Allohning kitobi va payg'ambari sollallohu alayhi va sallamning sunnatlariga muvofiq amaldir. Allohga va rasuliga iymon keltirgan odam bolasi borki, u xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, modomiki bu amal Alloh tomonidan buyurilgan, shariatga muvofiq ekan, Alloh unga dunyoda pokiza hayot baxsh etadi va oxiratda eng go'zal amallariga yarasha mukofotlaydi. Pokiza hayot esa barcha turdagi qulayliklarni o'z ichiga oladi deydi. Yana boshqa oyatda Alloh taolo aytadi: "Man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha va man amila solihan min zakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighayri hisab." Kim biron yomonlik qilsa, unga oxiratda qilgan gunohiga yarasha jazo berilishi aniqdir. Xoh erkak, xoh ayol bo'lsin, kim Allohga iymon keltirgan holida biron yaxshilik qilsa, ana o'shalar jannatga kiradi va u joyda ularga behisob rizq beriladi. G'ofir surasi 40-oyat. Va nihoyat, hurmatli singlim, ko'nglingizdagi ayollar haqida paydo bo'lgan har qanday vasvasani Allohning izni bilan butunlay yo'q qiladigan quyidagi hadisni taqdim etamiz. Ummu Umora al-Ansoriya Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib, u zotga: "Ma ara kulli shay'in illa lir-rijal va ma ara an-nisaa yuzkarna bi shay'." Menga hamma narsa erkaklar uchun bo'lib tuyulmoqda. Ayollarni biror ishda tilga olinganliklarini ko'rmayapman dedi. Shunda innal muslimina val muslimati val mu'minina val mu'minati, albatta musulmon erkaklar va muslima ayollar, iymon keltiruvchi erkaklar va iymon keltiruvchi ayollar oyati nozil bo'ldi. Sunan Tirmiziy 3211-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihut Tirmiziy 2565. Imom Ahmadning musnadida Ummu Salama radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Men: "Ya Rasululloh, nima uchun biz Qur'onda erkaklar bilan teng darajada tilga olinmaymiz?" dedim. Keyin bir kuni u zotning minbarlaridan "Ya ayyuhan nas, ey odamlar" deb chaqirganini eshitib hayron qoldim. O'sha paytda sochimni tarab o'tirgan edim. Uni o'rab eshik yoniga kelib, u zotning quyidagilarini aytayotganini eshitib turdim. Alloh azza va jalla aytadi:
إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Albatta, musulmon erkaklar va muslima ayollar, iymon keltiruvchi erkak va iymon keltiruvchi ayollar, itoatgo'y erkak va itoatgo'y ayollar, rostgo'y erkak va rostgo'y ayollar, sabrli erkaklar va sabrli ayollar, Allohdan qo'rquvchi erkak va Allohdan qo'rquvchi ayollar, xayr sadaqa qiluvchi erkaklar va xayru sadaqa qiluvchi ayollar, roza tutuvchi erkaklar va roza tutuvchi ayollar, jinsiy a'zolarini haromdan saqlovchi erkaklar va avratlarini haromdan saqlovchi ayollar, Allohni ko'p zikr qiluvchi erkaklar va Allohni ko'p zikr qiluvchi ayollar, ana o'shalar uchun Alloh taolo mag'firat va ulkan mukofot hozirlab qo'ygan. Ahzob surasi 35-oyat. Allohdan barchamizga so'z va amallarda ixlosli bo'lishni va o'z dinida sabit qilishini so'raymiz. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafoga Allohning salovati va salomi bo'lsin. Vallohu a'lam.